Men ichimdagi narsani o'ylabsiz-da. Nimaga desangiz, masalan, chet elda fermerlarga ham kirsangiz, albatta bu baxillarni kiygizadi. To'g'rimi? To'g'ri. Sabab shuki, har bitta hayvonga keladigan kasallik oyoqdan kirib keladi. To'g'ri. Nimaga u har xil joylarda yurib kelyapti-da. Zo'r narsani aytdingiz. Nimaga har bitta odamni kiryatib, baxila kiygizib, kirgizamiz dedingiz. To'ppa-to'g'ri. Shunday qilish kerak. Biz ham hali hozirgi kunda oyoq og'riq qo'ylarda, misolda oyog'i tuyog'i og'rib qolyapti, burni oqib qolyapti, ko'zi shamollab qolyapti. U kasallikni siz bilan biz hammamiz bozorlarga boramiz, har xil ko'p qo'ylar bor joyga boramiz, oyoqdan olib kirib kelamiz-da shu narsani. Albatta buni bozordan kelgandan keyin ham oyoqlarni tozalab kerak bo'lsa, qo'yxonangizga shunaqa qilib kirsangiz keyin yuqmaydi o'sha narsalar. Haligi bozorga borib keldim, bozordan bitta qo'y olib keldim, shu qo'ylarim oyog'i og'rib qoldi, ko'zi og'rib qoldi deyapti. Buni sababi shu tuyoqdan kirib keladi. Mana shuni zo'r o'ylabsiz, ammo xursand bo'ldim. Qarang, ko'pchilikka ham nima? Baxillar bu endi demoqchimanki, hamma ham bop narsa bo'lsa kerak. Bir pachka qo'yib qo'ysangiz, kelgan odamga kiygizib kirgizsangiz tuyog'ida, masalan, biz ham har xil joylarda yurib kelyapmiz. Shunaqa. Biz Andijon viloyati qaysi tuman bu? Qorasuv tuman. Qo'rg'ontepani Qorasuv tumanidamiz. Qo'rg'ontepani Qorasuv tumanidan Hoji akamning o'g'illari Biloldinda oldiga kelganmiz. Bu qo'rani qilishdan oldin Hoji akam chaqirgan meni ham bir maslahatlashib turib, rosa buni ustida boshqatirildi-da, to'g'rimi? Haqiqiy mutaxassislar bilan gaplashilib, qo'yxonani bitta ko'ringlar, o'zlaring baho berasizlar, hammaga nasib qilsin, mashalloh deb qo'yasizlar. Endi Biloldin bu kasbga mana qiziqishni bildiryapsiz. Ijtimoiy tarmoqda ham ko'ryapman, juda ham faol olib boryapsiz. Hozir 24 dedingiz-a yoshingiz? Yoshim 24 da, ha. Qanday qiziqib qoldingiz endi? Hoji akamning kasbini o'zim olib qolay deb mana keldim. Ota kasb. Boshida uncha qiziqmadim. Oddiy hisori qo'chqorlar oldim. Keyin qandaydir baraka bo'ldi. Sot ekkanlarini ko'rdim, yerda aylanayotgan summalarni ko'rdim. Pullarni hisob qildingiz. Juda ko'p. Keyin qandaydir baraka bor. Baraka bor chorvada. Baraka bor. Shunga keldim. O'zi aslida misol uchun hech o'ylamaganman bunaqa qo'ylarga qiziqishimni. Ammo kibrni sindirdi. Ancha narsani o'zi hisob kitob ham yaxshi bo'lib ketadi. Hisob kitob ham yaxshi bo'lib ketadi. Buni yana bir tomoni borki, Biloldin yilma-yil, oyma-oy tajribasi oshib boraveradi. Shunaqa bo'ladi. Eng katta ustoz nima, kim deganda, u qilayotgan ishingiz ustoz. Nimaga? Kamchiligini o'rganib, haligi aqa turtilib, baqa turtilib, mutaxassis bo'lib boraverasiz. Haligi bir akamiz aytadi, eng katta ustoz o'zi qilayotgan ishingiz deydi. Mana siz ham sekin yildan yilga mutaxassis bo'lib boraverasiz. Mana bu hozir qo'chqorlardan olibsiz. Yana yilga yana boshqachasini olishni biladi. Mana uni olsam yaxshi o'zgarmadi, mana u yaxshi o'zgardi deb o'zingizda tajribangiz oshib boraveradi-da. Mana shu Hisori qo'chqorni boshladim, keyin o'sha Arashanni tushunishni boshladim. Arashanni ham qiziqyapsiz. Ha, o'sha qiziqyapman. Seleksiyaga. Seleksiyaga qiziqilyapti. Qiziqyapman. Xo'p, bu yerda hozir sarig'ini bir tomon, qorasini bir tomon qilib qo'yibsiz-a? Ajratdik, ha. Semirishini nima qilyapsiz endi? Qanday semiradi deb o'zgarishini? O'sha, mana shu yerda bitta narsani aytib o'taylik. Uzunligi necha metr hozir buni? 120 metrga uzunligi, beti 10 metr. Eni 10 metr. Eni 10 metr, ha. Uni rasa endi buni qilish uchun mutaxassislar bilan gaplashilganda endi nimaga siz Hoji akam meni ham birinchi chaqirganda kelib, men ham o'zimni bilgancha fikrimni aytib ketganman, lekin mana bu Namanganda ko'rgan edik. Bu yoqqa olib keling-da. Tagini Biloldin Namanganda bir akamizni qo'rasida ko'rdik. Tagiga katta-katta tosh qo'yilgan. Ustiga mana bu turpoq. Endi bu bugun tushib kirdi-da hozir qo'ylar sizga. Ha, bugun kirdi. Nimaga siz Xudo xolasa qo'y kirganda ham video qilamiz deb Hoji akam bilan niyat qilgan edik, endi mana nasib. Demoqchimanki, tosh terilib hali tekis bo'lib qoladi bir hafta 10 kunda. To'g'ri bo'ladi. Tekis bo'ladi, toshlar o'zi yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Kanalizatsiyasi bo'lyapti. Bu suvni tozalab turadi. Tushundim endi. Biloldin bu hozir bu oxirda tozalab turish ham
eng katta nimada qo'ydi tez Qo'ydi, tozalab turish kerak. Demak, u suvni kanalizatsiyasi. Ha, bu. toza suv ichishadi-da. shuni Toza qo'ylar. suv ichiladi. Ha. Ha, zo'r. Bu to'g'risi Yevropani fermalaridaqa bo'pti-da, endi xudo Mashallah. xolasa. Hali biz ham YouTube'da, boshqa nimalarda ko'rib turardik. Yevropaniki mana bunday traktor tashab o'tib ketardi yerda. Sizga ham shunaqa bo'lar ekanda endi xudo xolasa. Yevropa ham havas qilsin biz fermalariga. Mashallah. Hali yozga sovutgani ham nima qilasiz? Ha, ventilyatorlar. Ha, ventilyator mana ulangan, mana temirlari ulangan, mana Ha. shu yerda ventilyator bo'ladi. Aha. Temirlar. Bu yerda hammasini tayyor qilib tushirib qo'yganmiz. Yozga. Simlar ulangan, xudo xolasa yozga yaqin o'sha qo'yamiz inshaalloh. Ha, demak, mana bu qo'chqonlarda hali urug'boblari ham chiqar ekan buning ichidan. Biloldan. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Urug'boblari ham chiqar ekan.